Assalomu alaykum aziz birodarlar, dehqonlar. Mana hozir danni momentda sepilayotgan bu ob-havoga mana ko'ryapsizlar. Ob-havo necha kundan beri shunday sovuq, kechalari, kunduzlari sal illayapti. Shu kunlarda mana shu doridan sepishimiz kerak. Aminamax anti-stress, stressga qarshi, ya'ni sovuqqa ham chidamli qiladi. Hop, kechalari sovuq bo'lyapti, mana stress tushishi mumkin, qatib qolishi mumkin, rivojlanmay qolishi mumkin. Shu holatlarda mana shu dorini mana bu doriga qo'shib sepsangiz rivojlantirib, stollarni baquvvat qilib, yana gullashga, naychalar ham naycha kirib qolgan bo'lsa naychalatishga, naychalar yana kattarishga yordam beradi. Hozirgi paytda ko'p dehqonlar kelyapti. Hop, naycha qatib qolgan, naycha o'smayapti anchadan beri, palegim o'sib ketyapti degan odamlarga mana shuni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa shuni sepsangizlar, xudo xolasa yana rivojlanib, avjlanib, bodringlaring yana bodringning hosili yanada kattarishga yana yordam berib, shunday nima qilaveradi.